Assalomu alaykum akalar, ukalar. Shu motor sotiladi ekan. Men sizlarga bitta reklama oldik, endi biz ham kuchayib ketib. 150 kublik ekan. 2019-yil. Sostansini ko'ryapsizlar. Balonlar normalniy, ko'p jirmagan, 3000 probeg o'zi. Zavoddan chiqqandan beri 3000 bo'pti. 3000 ga ham jetgan yo'q probega. Dokument bor. Telefon nomer qo'yaman. Svязga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, buni zavod qilishimiz. Buni nereden tövüp böljetmaysizlar. Buni tövüp böljetmaysizlar. Buna shuna bir akalar, narxi kelsa, короче 10500 so'm. Ali servisdan ko'rdik desangizlar, yana arzon qiladi. 10500 so'm, 10000 ga o'zi 12000 shunga motosikl beryapti. Buni endi haydagan, ishlatgan odamlar biladi. Bu mototsiklning pulini bir oyda chiqarsa kerak, xaltira qilib. Yeplaydi. Svязga chiqasizlar, nomer qo'yaman.